Assalomu alaykum Shadisha. Qizlaringiz sochiga rosa havasim keladi. Qanaqa uxudlik qilasiz, biz bilan bo'lishing deb yozadiganlar rosa ko'p. Sizlarga tez, oson va arzon yo'lini o'rgataman. Eng asosiysi effektivni. Bizga oddiy aptekadan Mumio bilan Ayvit kerak bo'ladi. Ayvit bu vitamin A va E. Mumio haqida informatsiyaga ega sizlar bilaman va Luboy shampun farqi yo'q, qaysi firmaniki bo'ladi. Endi Mumioni Luboy shampunga solasizlar. Hammasini solish kerak bo'ladi. Mana shu bitta plastinkani. Mumioni hammasini soldim. Endi esa Ayvitni xuddi shunaqa qilib solamiz. Mana Mumioni ham, Ayvitni ham, voy, bitta qolib ketdi. Mana Mumioni ham, Ayvitni ham bo'shatdim, yangi shampunimga soldim. Nimaga детский shampunlarga solmadim? Sababi bularga уже solib bo'lganman. Voy, meni sekretim shu, lekin qizlarimga boshqa hech qanaqa uxud qilmayman. Bu narsani ham yaqinda qilish